Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Tonuşup qo'yayli, dedi qariroq, qatanqur kelgan bir o'qituvchi. Ismim To'xti Qurban, adabiyot o'qituvchisi. Adabiyot o'qitish guruhining boshlig'i, dedi Murat uni tonishtirib. 57-yili Xinjiang Pedagogik institutining adabiyot fakultetini bitirgan. Gazet jurnallarda balkim ismini ko'rgan bo'g'itlar, dedi Kamil sipoyilik bilan. She'r maqollarni yozib turdi, tili o'tkir, qalami tiz. Yo'q, oshirvatdinglar, dedi To'xti Qurban qizirib. Unchuvalamu emas. Men tarix ders beraman, dedi xuddi püydab qo'ygandekla semiz, oqsiriq, yuzini donixo'rak besib ketgan tembel bir o'qituvchi. Ismi Mantili Ibrohim. Bu asnoda tonishayotgan o'qituvchilar bilan parvoyi palak holda bug'doy o'nglik, lavlari nepiz, yumshoq qoshlari ko'kirib turgan egiz bir qiz To'xti Qurban bilan Muratning o'ttirisiga qisilib kirdida qo'y ko'zlarini o'ynatib Hikmatga qaradi. Mening bilan tonishni xohlaydigansiz, dedi qiz yenikkina to'lg'inib. Albatta. Mening ismim Qutbiram Ahmad, botanika darsi beraman. Qutbiram xonim, tonishga bo'ladi, dedi Murat chaqchaq qilib. Lekin qo'g'lishga bo'lmaydi jumong, chunki Hikmatning so'ygini bor. Muratning tuz ko'ngil bilan qilgan chaqchiqi hammani kuldirvatdi. Qizirib ketgan Hikmat o'ziga tikilib turgan Gulzibani ko'rib qoldi. Uning chiroyli agmi qora qoshlari turilib, o'moq lavlari ching yumilgan edi. O'tab bering neri, dedi Qutbiram xonim kulib. Hikmat kelakanmay sizga so'ygunni tonishtirib yurmagandi. Apu qilinglar, dedi Gulziba adab bilan. Men Hikmat elini sinfimdagi o'quvchilarga tonishtirib qo'yib, bola yig'ishga chiqmoqchi edim. Gulziba Hikmatni boshlab chiqib ketayotganda Qutbiram g'alitili olib qo'ydi. Bu ahvol Kamilning nazaridan chetda qolmadi. U ochiqqina kuldi. Muratmo qishini lekkida etib, ko'zini qisib qo'ydi. Gulziba xonim, dedi Hikmat koridorga chiqqanda. Bola yig'ishga o'zingiz bormoqchi bo'lyapsiz? Shundoq. Meningcha ikkimiz birga chiqsak, o'quvchilaringiz bor dodi shodiylarni ko'rib olsam, keyingi bola yig'ishga oson bo'lar. Chunki men sizga qo'shimcha sinf mudir bo'lib qoldim-da. Sizni avar qilsam bo'larmi? Dedi Gulziba ikkilinib. Mening o'quvchilarimning ko'pinchisi bozor atrofidan ularni ballam yig'ib kelalaydi. Lekin Askentda Paynap dodilarda 5 o'quvchim bor, shular kelmabdi. Men birga berib ko'rib olay. Ma'qul amsa. Gulziba sinfidagi shalang o'ltirgan 20 dan ortiq o'quvchiga Hikmatni tonishtirgandan keyin bir kunlik cho'ng tozlik faoliyatiga yaxshi qatnashish haqida so'zladi. Sinf, yotoq, maydon tozligiga o'quvchi yig'ishga bolalarni ayirib chiqqandan keyin qolgan bolalarni sinf boshqa yetakchiligida maktab etizliqidan ko'k o'g'it to'plashga uyushtirdi. Qaraganda Gulziba sinf mudirlik xizmatiga xeli pishib qolgan edi. U ata rasmiy dars boshlanganligi. Shunga bugun kashlik tamoqdan keyin o'quvchilarning o'qish qurollarini o'zi tekshirdiganligi. Kimki sinf, maydon, yotoq tozligini yaxshi qilmay nomer kamaytib, dijorni muallimning daftariga tushib qolsa, shuning haftalik ko'chma qizil bayroqni ola olmasligiga sabab bo'lganligiga qadar tafsiliy so'zlagandan keyin sinfdan qaytib chiqdi. U koridorga chiqqandan keyin Hikmatga ko'proq so'zlayotdim-ku deyman, dedi. Sinf mudirlarining yuki haqiqatan og'irkan, dedi Hikmat bosh eg'itib. Siz tunji qadamni amdi oldingiz, tek keyin ko'rsiz. Askentda Paynap kentlari Bo'ston bozordan ancha yiroq emas edi. Gulziba Hikmatni yezining to'pilang harvi yo'llaridan, qo'noqliqlar o'ttirsidagi tar chig'ir yo'llardan, sapsiriq gullar qurib, uruqi qetishga ulgurgan zarangziliqlardan boshlab elib mengib, Buyuk Baraqsan Askentda kentdagi 3 o'quvchini maktabga yo'lga soldi. Hikmat ota-onalarining jahilligiga, ularning bolasini o'qitmaslik uchun yotgan ko'pisi yo'q, kiyimi yupqa, qo'ylarga o't amsi bo'lmaydi degandek bahona sabablarga hayron qoldi. Lekin Gulzibaning bolaning keyingi istiqboli, taqdiri haqida oddiy, ammo odam qoyil bo'lg'idek tushuntirishlarga ichida opirin o'qidi.
Gülziba bilan Hikmat Askentda kent dukuni oldida eqib turgan o'stang bo'yida hardoqini olgandan keyin Paynab kentiga qarab mengishdi. Paynab kentini Askentda maziri ayirib turardi. Mazarliq keng yeyilib ketgan, qabrlar ara yulg'un, yavi qo'mishlar unib ketgan edi. O'rilgan koni gumbazlar, yopirilib tushgan go'rlar, o'ngib ketgan tog' alamlardan bu mazarning bakmi qadimgi qabristonlik ekanligini bilib olmoq tas emas edi. Xazinam to'rtil tarbiyalash markazi Qabristonlik o'rtasida 10 necha odamning quchqiga yetmaydigan bir tüp terak yer beg'irlab ko'kirib turardi. U bakmi qiyirib ketganligidan bo'lsa kerak, qurib ketgan ustungi shox g'o'llari xuddi hasi tayiqidek egilib qolgan edi. Ajab yo'g'nab ketgan daraxtgina bu, dedi Hikmat tarlab ketgan Gulzibaga qarab. Ko'nlar bu daraxtni, dedi Gulziba kulib. İmamlarımızның hasti deydigan. İmamlarımız bu yerdan o'tganda hastini sanjib qo'ygan ekan. Qarang, shoxlari hasiga o'xshamdi ekan. Shundoq, hammali shoxlari hasining o'zili ekan. Paynab kentining ikki tarafini cho'nqur yarliqlar qurshab turardi. Yarliqning osti cheksiz ketgan shalliq edi. Gulziba bilan Hikmat yarliq ustida yiroqlarga tikilib birdam turdi. Sarg'ayotgan shalliqlar shahmat taxtisidek shal teganlari suz kumush rang chang ichida g'uvoliqqa cho'mgan edi. Qarang, dedi Gulziba qo'li bilan yiroqni ko'rsatib. Ashu yomg'ir bulutidek ko'kirib turgan yer Alnomi kenti. U yerdami o'quvchingiz bormi? Yo'q. Ular Paynabdagi bir qiz, bir o'g'il o'quvchini birga elib maktabga qaytishdi. Ballar yugurishib degidek oldida uzab ketdi. Hikmat pat-patli qizning munchoq talla tapchirab turgan oppoq peshonalariga, chiroyli burunlariga, qo'yiq kirpiklar xumarlashtirib turgan shahla ko'zlariga, teqimlarida so'ylab turgan bir o'rim qora chechiga to'ydirmay qarab qo'yadi. Ular majburiyat yuzidan gaplashib qo'ymasa, har ikkilisi echilib yeyilib gaplashmaydi. Lekin Hikmat Gulzibaning ba'zida xiyolga petib, o'ntinsiz jimib ketishini, turibla ulug' kichik tinishini sezganida bu qizning biror dard hasrat ichida puchilnayotganligini his qiladi. Gulziba, kashni ko'ngil etishga qatnashadigansiz, dedi Hikmat qizni xiyoldan tortib chiqarib. Bak qiziydigandu. Qatnashmay qutulg'ili bo'lamdi, dedi Gulziba achchiqqina kulib. Bilamsiz, qatnashmasak siyosiy o'rganishda 1 soat tilishdimiz. Tilishdimiz? Bo'ston o'tir maktabida ko'ngil echish, hodiq chiqarish bahonasi bilan arlab-arlabla o'qituvchilarga o'ltirish qilib beriladi. Yemak-ichmak nihoyat alvak bo'ladi. Cho'chqa fermasidan oqqo'noq harqi elib kelinadi. O'ltirish ba'zi hollarda tong otqicha so'ziladi. Sulyav baklarda ruh cho'gillarda elib kelingan haraqlar tugimigacha tarqalmaydi. Ba'zi o'qituvchilar bo'lanmadim deb o'zri so'rasa, mudir uningga bir to'lig'ina deb vaqiraydi. Yer dastab turolmayotgan mast o'qituvchi amalsizlikdan mingjing deb to'limig'icha qutulanmaydi. Mingjing degani nimasi? So'radi Hikmat hayron bo'lib. Shuvari bo'lmamdi, dedi Gulziba achchiq kulib. O'zining mingjing haraq ichalaydiganligini bildirgan shuvari. Mundaq ishlarmi badang texi? Hikmat kulvatdi. Kuladigan ishlar texi oldingizda, dedi Gulziba qo'l yog'liqida tallini surtib. Hammasi toza mas bo'lganda tang so'ynamiz deb o'tirg'i tushib olsa, ko'nglingiz ho'b bo'lib ketadi. Go'yo bir poda qo'y. Tangsimi o'ynamdi? Ularning hammasi degidek tansi bilmaydi, lekin maydonga tushib oladi. Men mudirning Gongshi shujisi Turab Iminni chaqirishidan qo'rqaman. U odam bekmi tetiqsiz. Hikmat jimib qoldi. Chunki Gulzibaning echinib aytgan so'zlari uni o'ylantirib qo'ygan edi. To'g'ri. O'ltirish degan ko'ngil echish, harduq chiqarish, shodxo'ram bo'lish uchun, lekin u odamga yuk bo'lib qolsa, qandoq bo'lg'ini? Qatnashmasang til ishsang, baldura qaytib chiqsang, uy besib qo'g'lab elib chiqsang, o'ltirishda mugdab o'ltirib bersang, buni qandoqmi ko'ngil etish degili bo'lsin. Ular gap bilan maktabga yetib kelishdi. Gulziba sinfga kirib ketdi. Hikmatning qo'rsqi echib ketgan edi. Shunga u navoiyxonaga keldi. Ko'l bo'yidagi usti bo'ri bilan soyivan qilingan tonurlarda ikki bo'vay navoiy non yiqiyotdi. Bir necha qiz ayollar uzun bandinglarda o'tirib, zuvuli echib nonga tukchi selyotdi.
Ular Hikmatni ko'rib, "Hamig'ayla" deb o'rinlaridan qimirlab qo'ydi. Hikmatmi "Yaxshi" degenicha tamg'i yo'lvatgan nonlarga qarab qo'ydi. Bu esnada oshxonada o'zi zilva, qoshlari terib qo'ygandekli inchga, oppoq yuzlari qizlarnikiga o'xshash suzuk bir muallim to'lg'anib chiqib keldi. U Hikmatga lappida bir qaravatgandan keyin g'alitili hijaydi. Sajidxon muallim, dedi tonurning taptida maydalari, yuzlari qizirib ketgan navoy. Bu muallim non oldigan o'xshaydi. Shunga keldim ya mana. Uning ovozi qizlarninkidek zil ham yumshoq edi. Tomdan alamla zag'irmi? Tomdan degan nima u? Shu harvining chaqidek turgan bug'doynini tomdan deymiz. Tomdandan bir narsam bo'ldi. Sizning tamoq kinishkilarga xo'jalikdan texi tamg'i basmabdi, dedi u bir qismini suzilib. Bo'pti, hozircha daptaga pitib qo'yg'ash turay. Ahmad Taxun ustam, nondan birini sunivasizlar. Hikmat bir nonni elib mengishiga Sajidxon muallim uning bilikidan tutib kuldi. Bir gapim bor sizga deydigan, dedi Sajidxon tumshuqlarini bir chiroyli ushlab. Anglasam san'at maktabida o'qib ekanlar, men degan naqshi muallimi menga naqshi o'tib qo'yamlar. Xafa bo'lmaslar, men naqshi bilmayman. Hikmat navoiy ustamlarning ham qizlarning pixildab kulgundan nomus qilib, darhol ketib qoldi. U dash qazonlarda tangshir qaynatayotganlarning qishiga keldi. 10 necha qiz taqtushlarda qizilchilarni qalamchi qilyotdi. Yana bir muncha bolalar o'choqlarga o'tin tashlaydi. Yildiz yaratdi. Ba'zilari qizilchining mo'nak va yildizlarini yo'nib, cho'ng daslarda yuyatdi. Shekar qarim bo'lsa, cho'ng simcho'ylida qizilchi pis-pisni suzib, uni boshqa qazonlarga tashlaydi. Bu yerdan etizda qari qog'idek yeyilib ishlayotgan o'qituvchi o'quvchilarni ko'gili bo'ladi. Ular qizilchilarni qazatdi, qizlar bo'lsa to'shitdi. Hikmat shekar qarimning chaqqan harakatlariga zo'qlanib, birdan qarab turdi. U 3 tash qozon atrofida yugurib yurib, o'quvchilarga "G'ojam tangshir qiyam bo'ldi. O'tni tortibasizlar, bo'ms ko'yib ketidi" desa birda "Xenim balam bir chelak suv" deb buyruqlarni qiladi. Turibli u yog'och sapliq, uchi ilmak uzun zixni po'riqlab qaynayotgan tangshirga tekizatdi va so'zilib tushayotgan qiyamni barmog'ida elib tetib ko'ratdi yoki tilini tekizatdi. U Bag'van Ahmad Sho'laq, Semiz muallim Mamtili Ibrohimning qo'lidagi nonni ziqqa sanjib qiyamga bir sho'ng'itib elib berivdi. Ular nondan saqagan tangshirlarni yalag'ach etizliqqa ketib qoldi. Muallim, dedi shekar qarim soddaliq yig'ib turgan ko'zini chimchiqlatib. Akaslar, nonlarni tangshirga sho'ng'itib beray. Rahmat, dedi Hikmat kulib. Men qiziq tangshir yeb baqmagan. Hikmat, tangshir qaynatishni o'ginay demsiz nima? Dedi etizliqdan kelgan to'xti qurban kulib. Bu maktabda o'ginay desa hunar ko'p. Menmi hayron bo'lyapman. Kechki ko'ngil etish o'ltirishiga kirasiz-a? Kiring, jiqishlarni ko'rsiz. Hikmat o'quvchi yiqili chiqqanligi uchun etizga bormayla yotqiga ketdi. U chang bosgan sirtqi kiyimlarini selib, eshik oldida qiqib, supurib akirgandan keyin chamadondan yuyilgan ishton ko'nglaklarni elib karvatiga tashladi. Andin beshini yuydi, badallarini surtdi. Kiyimlarini almashtirgandan keyin yerim nonni so'g'uq suv bilan yeb, qo'rsqini azroq astarlab oldi. Andin kir kiyim, qo'l yog'liq lo'ngalarini dasqa chilab yuydi. Kamilning karvati beshiga esib qo'ygan lo'ngisi bilan maykasini qo'shib yuydi. Hikmat yuyilgan kiyimlarni yotqining oldidagi daraxtga tortilgan simga yeyib turadi. Etizliqdan qaytgan Kamil yetib keldi. Uning qo'llari lay ham o't bilan ko'kirib ketgan edi. Bu nima qilganlari odamni xijil qilib, dedi Kamil simdagi lo'ngisi bilan maykasiga qarab. Mening nasrimni qo'shib yuyiblar. Hech qisi yo'q. Kir yug'ankanman, qo'shib yuvatsam nim bo'pti. O'quvchi yig'ishqa Gulziba xonim bilan chiqib ketganlar, xeyli baldur yenib kelgan o'xshaylar. 1 soatdek bo'ldi. Kamil yotoqqa kirib ketdi. Hikmat yeyilgan kiyimlarning qatlashlarini tuzab bo'lib kirdi. Kamil Aminaning rasmini qo'lga elib ko'rib-atadi. Hikmat chamadondan kiyimlarini olganda, uni Kamilning karvatiga qo'yib, selib etishni unutib qolgan edi. Xijilliqdan qizirib ketgan Hikmat nima qilarini bilmay qoldi.
Assalomu alaykum kitobxumor aziz qarindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqla muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyatda jonli holatda ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali saboq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam To'rtil tarbiyalash markazi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Ma'arif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texnik ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar.